ya'ni bugungi darsimizni eng o'zingizga kerakli unumli bu biznesdan keyingi qo'yadigan qadaminglarga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olasizlar degan umiddaman. Ya'ni bu biznesda o'zim bosib o'tgan yo'llarimni misol tariqasida kirgizib, uni asosligini o'tib berib olman. Kitobiy qilyapman. Yo'qotdimi hammaga oldingi safar ham. Nima deydi? Jaydarchasiga tushuntirdim deydi-ku. Kitobiy qilib gapirsa kimdir tushunmaydi. Onun asosida qaysidir so'zlarga tushunmay qolishadi. Nima degani? Kim buni ma'nosi? Chunki shu paytgacha tan olinglar, hammamiz kitob o'qib yurmadik-ku, to'g'rimi? Ya'ni eslatib o'taman. Yangi kelgan hamkorlar bormi? Bitta tanishib oling, yangi boshlaganlar. Bugun ham ko'pchilik ekanmiz. Xursandman judayam. Judayam xursandman. Kimning qo'lida daftar ruchkasi bor? Judayam xursandman, minnatdorman Boriga shukr. Chunki yana o'sha gap. Mingta o'tkir kalladan bitta o'tmas qalam yaxshi. Yozganinglar esingizda qoladi. Tarixga muhrlanadi. Ishoninglar, xohlagan paytingizda shu yozganinglarni ochib, aytib bera olasizlar. Ertasiga ham katta komanda qilasizlar. Hammadan so'rayvermaysizlar, "Voy, mana bunaqa edi, bu nima edi?" Shada turadi, sizlarda tayyor shifolardan. Onasi kitob bormi hozir qo'lingizda? Bitta deb turinglar. Bu kitob haqida bitta yana ma'lumot berib bormasam, chunki hali oramizda yangilar bor ekan, mana rahmat aytaman. Mana shu kitob sizni yuzingizda. Nimaga bu ustalarda o'sha obloshkada qaranglar. Xuddi o'zim ko'rgandek bo'ldi. Menga ham ona so'z kitobchasini sovg'a qilishganda, xuddi shunaqa ustalarga obloshkada qilib qo'yganim, chunki bu meni yuzim. Gapirmayman-u, kimdandir ona so'z kitobini ochganimda ustida ovqat yeyishganmi, kofe ichishganmi bilmayman, hayratdaman deb. Mana hech qisi yo'q. Sizga ham shunaqami ovqat? Xursandman. 10 asos kitobchasini sovg'a qilishadi ustozingga. Kimlardir aytadi, shu 10 asos kitobini berdi-yu, bo'ldi, o'zi ketkizvardi. Ofisdan. Keyingi mohiyatini tushuna olmay qolishadi ko'pchilik. Sistemada har chorshanba va juma kuni 10 asos darsligi bo'ladi. 10 asos kitobchasi bu nima o'zi? Bu kitobcha. Buni mohiyati o'qitib o'rgatiladi. Oramizda kimlardir, yana aytaman, kitob o'qimaganlar bor-da. Men ham shunaqa edim. Kitob o'qishga nimagadir vaqtim bo'lmasdi. 4 ta farzandning onasiman. Bolalarim, yosh bolalar bilan boshlaganman bu biznesni. Boshlaganimga 2 yil bo'lmadi hali, 2 yil bo'ladi. Endi ozgina 1-2 oydan keyin. Lekin 1,5 yil ichida, qisqa muddat ichida hamma levellarni muddatdan oldin yopdim. Ko'nglimdagidek bo'lmadi. Undan ham chiqib ketishim kerak edi. Mayli, nasib qilgani. Hayotiga shiorim yutqizish kerak emas. Yutqizmayman degan shiorim bor. Shunchaki o'tib ketmaysan sadoqat degan shior bilan yuraman. Endi bu kitobcha nima ekan? Bu biznesda sizni ikkita do'stingiz bor. Aytishadi. Birinchisi sizni taklif qilgan inson va ikkinchisi mana shu kitobcha. Bo'ldi, boshqa hech kim emas. Tashqari tarafdagi negativlar, tashqari tarafdan kelayotgan haqli gaplar bormi? Umuman e'tiborga olmaganman. Ikkita do'stim bor bu. Ustozim va bu kitob. Bo'ldi. Bitta narsani aytaman, bu kitobcha o'zi 36 varnoli kitobcha, yengil uchun qaytaraman. 36 varnoli kitobcha, mana orasiga sxemani olib tashlaganingizda bitta o'tirganingizda o'zida ishoning 1,5 soatda o'qib tugatasiz. Menga o'xshab sekin o'qiysiz. Kimlardir bu kitobchani o'qiydi, lekin miyasiga kirmaydi. Chunki tushunmayapman. Bittada hech kim tushunmaydi buni. Kerakli bitta narsani aytaman. Birinchi asosdan 10-chi asosga o'qingda, keyin orqasiga, orqa machasiga o'qing. Ya'ni 10, 9, 8, 7. Ana o'shanda yaxshiroq kiradi. Mana sizlarga shifogar. Hech shunaqa o'qiganmisizlar? Yo'q. Endi shunaqa qilib ko'ringlar. Miyangizni chaqlab berasiz. O'zingiz ishlaysiz. Miya chaqlanadi. Ya'ni birinchidan 10-chisiga o'qiysiz, 10dan boshlab bu yoqqa qarab o'qiysiz. Ana o'shanda yana ham zo'r tushunasiz. Buni audiolari ham bor, audiosi ham bor. Kimdir aytadi, "Meni vaqtim yo'q kitob o'qishga, men ishda yuraman." Qani shuni audiosi yo'qmi? Mana shu taqolib audiosini eshitsangiz ham bo'ladi. Hamma sharoitga yetarli. Xo'p, 10 asos kitobchasi, ya'ni chorshanba kuni 1dan 5gacha o'tgan edik. Endi bugun 6dan 10-gacha o'tamiz. Lekin eslab olamiz, birinchi asosimizni nuqtai nazarni o'zgartirish edi, to'g'rimi? Nuqtai nazaringizni o'zgartira olmasangiz, mana men o'zim sizlarga javob berib aytaman. Meni komandamga shu paytgacha ne insonlar kelib ketishdi. Nuqtai nazari o'zgarmadi ularni.
Agar o'zingizni o'zgartirmasangiz borku, men aytgan gap bilan o'zgarmaydi fikringiz. Chunki biz yosh bola emasmiz. Biz o'sha katta insonlarmiz, oila bola chaqali. Mana hozir onaxonlarimiz o'tirishibdi. 5-6 yoshli bola bilan ishlamaymiz biz. Katta. Ular o'zini asosiy fikriga ega. Lekin shu biznesda o'zingiz o'zgarmasangiz sizni hech kim o'zgartira olmaydi. Nuqtai nazaringizni ham to'g'rilolmas ekan. Bu biznes shunaqa biznes ekanki, bu yoqqa kelganimda nimadir sotib yuramanmi deganman men. Sotuv yo'q. Sotuv umuman yo'q. Nuqtai nazarni o'zgartirish birinchisi. Nimadirlarni sotib yurish yo'q bu yerda. Qancha ko'p tovar sotsangiz, qancha ko'p tanishlaringiz bo'lsa, shunaqa zo'r bo'lib ketadigan biznes emas. Ko'rdim shunaqa, rosa ko'p tanishlarim bor, men yorib boraman bu biznesni. Men o'z magazinda ishlayman, nechta klient keladi menga. Hamma klientimni olib kelaman, men bitta deb bilasizmi siz? Aytishadiki, 1,5 yilda gold bo'lgan bo'lsangiz, men 2 oyda gold bo'laman. Bilasizmi, qancha odamlarim bor, tanishlarim bor dechadi. Oki omadingizni bersin deyman-da, lekin ichimda aytaman. Xato qilyapti. Nuqtai nazarini o'zgartirish kerak inson. Bu biznesga ishoning, 20 ta 30 ta odam kerak emas. O'zi biznes planda ham, marketing planda ham shunaqa ko'rsatib qo'yilgan. Mana bu siz bo'lsangiz, siz mana bu esa ikkita zalotoy qo'lingiz deb tushuniladimi, to'g'rimi? 2 dona, 2 dona. Agar 20 dona zalotoy qo'lni tizganda, bilingki, rostmana odam tashish biznesi bo'lardi. Umringiz odam tashish bilan o'tardi. Marketing bilan o'tayotganingizda ham shunaqa eting. Agar odam tashish biznesi bo'lganda 20 ta zalotoy qo'l berardi. Yo'q, 2 dona. Bu nima degani? Nuqtai nazarni ikkinchisi ishonch, ta'sir, doira bilan ishlash. Ana kunday darsga aytdimmi? Nima odamzotiga qirg'in kelmagandi. Tanishim yo'q deganingizda ham baribir ikkitasi chiqadi. Men hech qanaqa tanishim yo'q, hech kim bilan atnashayni qilmayman, bordi keldi ham qilmayman. Aytdim oldingi safar, menda hech qanaqa tanish yo'q edi-ku. Men qila oldim. Na qarindosh urug', na aka singillarni, na qo'shnilarimni ergashtira oldim. Ro'yxat daftarni ham zo'rg'a yozganman deb aytdim, ha? Lekin bu meni eng bo'lmasam bo'ladi, oriqli nuqta. Ishonch, ta'sir, doira 2 donagina yaqinlaringizni olib kelib qo'ying. Men haligacha afsuslanaman. Ishoning, men yo'q qo'lim mani ketdi ujim. Men yo'g'im ham 100 dan oshib ketdi. Men yo'g'im ham 100 dan oshib ketdi, o'rtoqlar. Lekin qayniydi deyman, o'sha paytda borib, yaqinlarimni 4 ta non ko'tarib olib borib, men shunaqa biznes boshladim deb ham munosabatimni tiklardim, ham borib taklif qilardim. Ishoning, mana bu joylarga yozib olgan bo'lardi ular. Hozir tepalarda g'irt begona insonlar. Xalodniy bilan komanda qilganman, lekin men buni faxrlanib aytiraman, lekin o'zidan o'tadi, o'zi biladi odamlar. Agar shular meni yaqinlarim bo'lganda edi deyman. Mayli rizq nasibasi ulangan inson kelib yozildi, lekin ishonch, ta'sir doiram bilan ishlay olishim kerak edi. Ishonch, ta'sir doiram bilan ishlamayapman, meni jigarlarim ergashmayapti deb 6 oydan beri akam kelishini kutyapman, opam kelishini kutyapman, singlim kelishini kutyapman. Ular kelsa, o'shalardan keyin ishim zo'r bo'lib ketadi. Qancha bo'ldi boshlaganingizga? 6 oy bronzingiz kuydimi o'sha? Ha, kuydi. Nima qilasiz akangizni, opanggizni, singlingizni kutib? Kesin mayli kumushingizni yopgani, kesin mayli goldingizni yopgani. Lekin kutib turmang, rizq nasibasi ulangan insonga taklifga chiqib ketavering. Mana shu joylarga kelursin, mana menga o'xshab. Men kutmadim. Bitta narsani aytaman. Lekin agar sadoqat, yana boshqatdan boshlagan bu biznes noldan boshlash iloji yo'q endi. Noldan boshlagan deganda, men endi 1,5 yil orqaga qaytganimda, men faqat ta'sir doiram bilan ishlagan bo'lardim. To'g'risini aytaman. Xalodniy bilan komanda qildim. 100% xalodniy. Hammasi xalodniy. Shaxsiylarim hammasi xalodniy. Qila oldim. Bronzamni ham muddatdan oldin yopdim. Sayohatlarga ham borib keldim. Kumushim ham yopildi. 5 oyda bronza, 5 oyda kumush, yana 5 oydan keyin gold bo'la oldim. Lekin hammasi xalodniy. Nabodosiga ro'yxat daftarini ochib, hech kimga taklif qila olmayotgan bo'lsangiz, xalodniylardan qilsa bo'ladi. Bu yog'i ham bor, lekin bu yoq tarafi ham bor. Tanganing ikkita tarafi bo'ladi, to'g'rimi? Kutmaylar. Hech kim ergashmayaptimi? Kutmaylar. Odam zotiga qirg'in kelmagan. Ro'yxat daftaringizda shuncha odam yozilgan bo'ladi, taklifga darz chiqib ketaverasizlar. Xo'p, endi ikkinchisi